Bugünkü leksiyanın menimce halkılık maksidi saylam kızgınlığı gerek koyan bir mesuliyet, bir siyasi sapa, bir izchillikni, bir adalet duygusuna bir Uygur ögense degan bir ümit bilen ahırlaştırımız bu bugünkü leksiyani. Şuna sual cevaplarınız olsa. Köp rahmet. Savollar tushdi, ammo mazmun e'tibori bilan biroz orqa tortdik. Ko'pincha savollar aldirab ketganlik, taqozolikni ifodalagan savollar bo'ladi. Anda bo'lsa, mamanda bo'lsa qanday bo'ladi degan shekilli. İşni nereden başlaşımız gerek degan savol tushmadi. Misolan, mushundaq bir bugun o'tirib qo'yilgan mush Tibetlar reallikqa aylantirgan mushundaq bir havoni yaratishning qanchalik qadam bosqichlari bor? Sual mı bu? Bizning real havolimiz qarta. Mushu Tibetlarning hozirgidek bir havolini, mushundaq ya'ni umumiy xalqning 80 yoki 70% olsun, shundaq bir saylam holatini shakllantirishga qancha bosqich bilan berib yetib bora olamiz deb qaraysiz? Tibet'ten gördük, her kandak parlament, her kandak bir siyasi birlik, o'xshamagan ko'zqarashdagi odamlarning bir yerga yig'ilishi orqali, ya'ni o'xshamagan siyosiy ko'zqarashdagi odamlarning tashkillanishi orqali barliq keladi. Mushu gapni so'rayotganlar navbat muayyan bir siyosiy guruhga yoki tashkilotga, hech bo'lmaganda dunyo qurultiyiga va surgun hukumatga o'zining majburiyatini o'tayotganlar bo'lsa, bu savolni so'rash salohiyati bor deb qarayman. Ammo shularga deydigan savolim, butkul dunyoda hech kim bevosita bir parlamentga kirmaydi-ku. Bu yerda partiya deydigan bir narsa var. Bu partiya ko'zqarashni ratlaydi, insonlarni turkumlarga bo'ladi. Her partiyanın o'zining chiqargan prezident nomzodi bo'ladi. Bular prezident nomzodiga ovoz berish orqali o'zining kelgusidagi rolini joriy qildirdi. Shunga Uyg'urlarning kelgusini yaratgan narsa Uyg'urlar o'zi. Uyg'urlar texnik ko'p odam siyosiy partiyalarga qatnashishi kerak. Agar bizning partiyadan norozi bo'lsa, o'z siyosiy partiyani qurish kerak. Agar siyosiy partiya qurish kuchi yetmasa, atrofidagi dernek tashkilotlarga kirib, ularni siyosiy partiya bo'lish e'lonlantirish kerak. O'chaqlardan 10 partiya olsin, 15 partiya olsin, Turkiyada 100 ga yaqin partiya bor ekan. Ondan bu partiyalar birlashib biz parlament chaqira olamiz degan gap. Parlament chaqirilgandan keyin qolgan masalalar oyat raqobat orqali tabiiy holda yurishtirilib ketadi. Raqobatni barliq keltirmay turib, mening rastab atrofimizdan tep chiqarib atgandan keyin raqobat yo'qolib ketdi. Raqobat yo'qolgandan keyin o'lding degan gap shu yerda. Hali quduq chiqib ketgan eshakning bir hikoyasi bor. Üstüge bir topunu taşlap, eşlekini gün batay oldu, quduq çıkıp ketdi bu. Quduqning suyini ichib olmaydi, undan ko'ra quduqni kun batay deb quduq topi tashlasa, eshak quduqning sirtiga chiqib qoladi ekan-ku. To'xtamay midrab turgandan keyin eshakmi quduqning sirtiga chiqib ketdi, bo'lmasa qanti yo'q uning uchirgan. Gap shu bizning mayli tashkilot bo'lsin, mayli shaxs bo'lsin, to'xtamay harakat qilishimizda, o'zimizning siyosiy maqsadini mayli Facebookda, mayli Twitterda to'xtamay ifodalashimizda imkon bo'lsa, muayyan bir tashkilotga a'zo bo'lib, shu tashkilotda majburiyatimizni ado qilib, siyosiyatga sapoyimizni o'stirib, Uyg'urlarning kelgusidagi har qanday bir saylimda, mayli yerlik tashkilot saylimi bo'lsin, mayli prezident saylamlarimiz bo'lsin, bir kishilik ovoz beltini har bir vatanparvar fursatni qo'ldan bermay turib, o'zi ishongan odamlarga berat tashlashda. Masalan, G'ulom Qamni qo'llaydigan 3 ming odam bo'lish kerak. Chunki video chiqarsa, uni boshmaltaq beradigan 3 ming odamni ko'ramiz. Ammo bular nima ishqa G'ulom Qamga berat tashlamadi oldin qatdan? Masala bu. Agar sen berat tashlamasang, shu beratni tashlaydigan aktivlikni munofiqlar o'tib bergan bo'lmamsan. Shon bu yerdagi masala sen huquqni boshqaroq tatqizib qo'ymayman deyotgansan, o'zing huquqni joriy qilishing kerak. Siyosat mushunaq muhim narsa. Sen agar uni tutmasang, munofiqlar kelib tutadi uni. Shon uni tashlab qo'yishga bo'lmaydi. Bu yerdagi gap kim munofiq, kim qahramon masalasi emas. Har bir vatanparvar o'zining mas'uliyatini ado qilgan vaqtda munofiqlar bo'shliq qolmaydi-ku. Eğer Uyghur xalqining ko'p sonliqi uzil-kesil harakat ko'chib ketsa, bizning aramizda munofiqlar bosh ko'tarmaydi. Chunki ko'p sonliq Uyg'urning qalbida vatanning mustaqillik g'oyasi bor. Biz u Tibetlarga qaraganda texnik vatanparvar, Xitoylarga bo'lgan g'azab nafratimiz, qisosimiz Tibetlarga qaraganda aslab ustun. Bunda bir ahvol ostida, masalan, mushadki Xitoy ko'chasiga ketsak, Tibetlarni ko'ramiz, Tibetlarning Xitoy chiqib bilan xat yozilgan oshxonalarga kirib tomoq yeyotganligini ko'ramiz masalan. Ammo Uyg'urlar bunday qilish hargiz mumkin emas-ku. Sotqin bo'lsa aldirab kirmaydi-da. Demek biz bilan Xitoyning farqi xeyli zo'r. Bunda bir üstünlükni biz siyosiy üstünlükka aylantira olishimiz kerak deb qoida bo'yicha. Asli qoida bo'yicha Tibetda yaratgan mushu farqlar va mushu bir saplar bizda bo'lgan bo'lsa, boshqalar ma millat musulmon bo'lg'achqa, Xudodan qo'rqadigan bo'lg'achqa bir-biriga til tekkizmay, ishning ham qo'ydibdi deyilgan bo'lsa, obdan bo'ladi-da. Aziz qarindoshlar, ko'rayotgan inkos orqali bizga o'ziningki his tuyg'ulari,
ko'ngildan kechgan savol yoki undash yoki taklif tavsiyalarini yozayotgan qarindoshlarga rahmat. Bu taqib qo'yishga biroz ahamiyat berib qo'ysak aziz qarindoshlar. Chunki bugungi bu tema boshqa narsaga o'xshamaydi. Bizning o'zimizning shu vatanimizning mustaqilligi uchun kurash qilyapmiz, davlatimiz shu o'xshash dushmanning ostidan qo'pish uchun, o'zining mustamlika rayonini qutqizish uchun harakat qilayotgan, bizdan ilgari ishlarni radga silib olgan Tibetlar haqidagi ko'z qarashlarimizni, izlanishlarimizni taqdim sundik. Buning uchun har bir vatandoshimizningki bu ishdan vaqtlanishini biroz qimmat jihatdan zaruriyat deb qaraymiz. Savollar biroz egizpas bo'ldi. Ya'ni demakchi o'rnin bir-biriga bog'lanmaydigan savollar tushibdi. Biz amal va javoblashga tirishili. Partiyaga yondosh partiyalarning qurilishi, ya'ni sizlarning Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasiga yondosh partiyalarning qurilishiga sizlar qanday qaraysizlar deb bir savol bor. Bu izchil javob berib bo'ldik. Biz nizomnomaga yoziqlar xalq o'qimaydi meni. Shu o'qiganlik uchun bir fursat taqdim qilamiz. Biz ko'p partiyalik bir siyosiy tizimdagi Sharq Turkiston Cumhuriyetini barliqqa keltirishni tirishayapmiz. Biz shu ko'p partiyalik Sharq Turkistonning parlament ichiga xalq safarbar qilingan parlamentning ichiga bir partiya bo'lish o'rnidan olmoqchi. Va biz partiyaga hozirmi deyapman, davomli deyman, hozirmi ehtiyojli, kelgusida ham ehtiyojli. Bir millat o'zining siyosiy partiyasi bo'lmasa, o'zining huquqini qo'llashda siyosiy aktivlikni qo'zg'atolmaydi. Agar biz xalqning kuchiga tayanmasak, 5-10 odam, 10-15 odam bilan biz siyosiy kelgusimizni o'zgartirmaymiz. Bu tashlab qo'yg'ili bo'ldigan ish emas. Biz kuchimizning yetishicha xalqni tashkillashga, xalqni uyg'otishga, xalqni tashkillanishini ahamiyatini yetaklaymiz. Shuning bilan birga boshqalarni biz bilan parallel agar bizni qo'llamay qolib qolsa, partiya qurish tamamen bo'ladi. Ammo biz qaysi xil partiya qurish kerak degan mazmunda o'zning gapimizni dedik. Bizning davlat qurish prinsipimizga, adolat prinsipiga uyg'un partiya qurilsa, biz albatta o partiyalar bilan hamkorlik qilamiz. Masalan, men bir necha qatim Salihda yarg'im dedim. Siz shu o'zingizning milliy uyg'unish harakatini bir partiya shakliga keltiring. Biz o'zaro bir parlamentga o'tish partiya yoki hukumatchi partiyaning o'tirishiga bir munosabat o'rnataylik degan taklif bo'ldim. Ammo boshqalarga shu gapni dedim. Masalan, Sharq Turkiston yoshlar qurultoyiga sizlar bir partiya shakliga kiringlar. Masalan, Tibetlarning mana shu kongressining amaliyot bir partiyachi. Tibet yoshlar qurultoyi deganmi? Amaliyot ular Tibet Xalq Demokratik Partiyasining oqsablik boshqaruvchisi. 11 siyosiy partiya shaklida qilib. Ya men NGO siyosat kirmayman deyish kerak, siyosat kirman deydigan odam, hokimiyat tutmaydi deydigan odam saylam qatnashish uchun chuqur siyosiy partiya rolini ilishtirgan. Endi bu yer siyosiy partiya deb atalish shart emas. Masalan, Janubiy Afrikaning Mandelaning Janubiy Afrika Milliy Kongressi deb ataladi. Bayatimni ko'rdik, Tibet Xalq Kongressi deb atalgan siyosiy partiyami bor. Bu kongress deb atalibas bo'ladi, ammo uning funksiyasi shu siyosiy partiyaning funksiyasi bo'lishi kerak bo'ladi. Buningda amal qilish masalalarini biz oldin birlikda dedik, ya'ni qanday tashkilotlar bilan qanday hamkorlashimiz, partiyalar nimaga diqqat qiladi, bu masala haqida fikrimizni deb bo'ldik, shuni takrorlamaymiz. Umuman boshqa siyosiy partiyalar qurilsa, biz ular bilan o'rtaq bir ko'p partiyalik siyosiy tizimdagi bir Sharq Turkiston Cumhuriyetida barobar ilgarilasak deymiz. Shu bu yerga masalani hal qildig'ini yangi xalqimizning vijdoniga bog'liq, texnik ko'p odam tashkillanishi kerak. Savossiz bo'lsin, qiyir bo'lsin, yosh bo'lsin, er bo'lsin, ayol bo'lsin, texnik ko'p odam tashkillanishi o'zining mustaqillikqa bo'lgan ishtiyoqini kuchga aylantirish kerak. Agar bu ishtiyoq o'zimizning qalbida qolib qolsa, bu hech nima emas, u faqat bir xiyol, bir orzu. Men oldin istadim dedim bu gapni. Biz faqat tashkillangandan keyin qalbimizdagi xiyolni kuchga aylantira olamiz. Yoshlar qurultoyi bilan munosabatingiz bormi? Onunğa qandaq baho berisizlar, ittifoqlashish yoki birlashish o'yinlar bormi debdi. Bu savolni boshqa tashkilotlarga o'rtaq qo'llansak bo'ladi. Muvofiq deb qaragan javobingizni bersangiz bo'laman. Albatta, yoshlar qurultoyi emas, boshqa tashkilotlar ichida sog'lom xalqqa tava bo'lgan tashkilotlar bo'lsa, mustaqillik prinsipida mahkam turgan har qanday tashkilot bizning do'stimiz, bizning sabtishimiz. Bir bog'da hamma gul qip-qizil olmaydi-ku. Qizil gulmi bo'ladi, siyroq gulmi bo'ladi, ularning fasllarda ijro qilgan ortiqchiligi o'xshamaydi. Şoňa ýaşlar qurultoyi hazır funksiyasini ýax jary qildirip meňwatydy. Ular men bir ideologiýa turguzyp, atrapdaky ýaşlarny terbiýelep, okşaş meňwatydy. Biz bu jätde hemkarlaşyp gitimiz. Belki hazır ýolumyz farklyk turgan bilen bäzi bir meseleler tüpäýli, amma birleşip gitişimiz wagt meselesi menimçe. Yani ahir bardygan menzil bir bolgan eken, hamyny ýollar kesişidi. Meniň şu baldyrak ümit kıldygynym Salih Hudaýaryň Milli Uyg'unish hareketi Yaşlar qurultoyi bir siyosiy partiya sifatida bir parlamentning o'rni oladigan bir funksiyaga kelsa,
Andın biz bu kurumu bilen yani 3 yılımız özümüzün şıkçaqının çoğun kiçikliğini oxuşta alırsak, andın bu 3 şıkçaq bir-birini ilgi süreleydiğen bir narsaga aylanıp üçün. Belki siyasi mağrip noktasından men qıla alaydigan bazı işler oluş mümkün. Şartlık Siyaslar Qurultayının içinde nəhayət küçük əzalar var. Bular bilen biz birleşsek texim yaxşı bir güçke aylanishi mümkün. Navad bunun Salih Xudayar qıtılısı bunun da texim yaxşı bir güç barlıq kelishi mümkün. Biz hemmeyle ortak bir siyasi nişanımız üçün meclislerin xalqını oyg'utish, xalqni tashkillash, sürgün hükümetimizin ammaviy asosini kuchaytirish, mustaqillik shuarimizningki atrofiga cho'langan tashkillanishning sifatini oshirish, uning intizomchanligini oshirish nuqtasida o'xshamagan funksiyalarni joriy qildira olamiz. Bu birlashishga biz tashna shuni tashabbus qilyapmiz. Cumhuriyetçiler Partisi, Şərq Türkistan Cumhuriyetçiler Partisi şu Tibetlernikidek sistem kuruş yolunda qandaq çoğun plan layihələr var deb soraptı. Eğer muvafiq cevap verilse, eğer yoşurulğan yoki vaz keçilsin bo'ldi ruxsat. Ya bu cevap verishlik sual. Mana shu bizning sualning logikasi xato lekin. Men faqat o'zimning masalasiga javob bera olaman. Sen Najmiddin nima qilmoqchi desa, men o'zimning planimni deb bera olaman. Ammo millatning kelgusidagi masalasini millatdan so'rash to'g'ri keladi. Bu Tibetlernikidek sistem kuruş yalnız bir tal Najmiddinning bir tal Cumhuriyetçiler Partisining emas, Cumhuriyetçiler Partisining boshqa tashkilot partiyalarning ishi. Agar undaq bo'lmasa biz Tibetlernikidan boshqa yo'lga menish majbur bo'lamiz. Agar Uyg'urning boshqa tashkilotlari partiyalashmasa, biz yalnız partiya altimiz qilib kelaversak, bu partiya bilan boshqa bu tashkilotlar, derneklar qanday sizlar dunyoning qayer bir yer derneklarning partiya saylamga qatnashganini ko'rdinglar partiya bilan bizlar. Chuqur partiya shaklida qatnash shart bo'lib qoladi agar siyosat qilaman deb qolsa. Tibetlernikidek sistem kuruş her bir Uyg'urning o'ziga tava bir siyosiy sistemga a'zo bo'lish bilan boshlandi. Buning javobgarligi Cumhuriyet Partiyasida emas, her bir Uyg'urda. Uyg'urlarning siyosiy qurilmasini men emas, her bir Uyg'urning siyosiy qatnashish qizg'inligi belgilaydi. Tamam. Yani aylanib kelib binoning putishi materialga bog'liq degan yer keldiqmi? Agar xalq harakat etgan bo'lsa, biz shu o'zimizning siyosiy partiyani taraqqiyotimiz bo'lmaydi. Xayriyat. Yana bir savol tushdi. Qanday qilsak hozirgi Uyg'urlarning mavjud tashkilot, jamiyatlarni yig'ib bir ustaga ekkaga bo'ladi? Agar ustaga kagin olmasa, qanday pozitsiya bo'lishimiz kerak deb bir savol. Aşqoch xalqda. Xalq qatnashsa, xalq aktivligini joriy qildirsa, hech kim to'sanmaydi. Podsholarni ag'dirdig'ini xalq, diktatorlarni ag'dirib atganini xalq, Ruminiyada Chevoskovning beshini ag'irimi xalq, Tiananmenda kompartiyaga qarshi shvartovlig'ini Xitoylarning xalqi ashi. Agar xalq qo'sg'idan boshqa ko'ngil bo'lmay, bo'ling'i kirib olib, o'zining ismini almashtirib yashasa, shu mangu tomoshabin bo'lib xalqaro xabarni ko'rib o'tib ketadi degan. Dunyoda rolimizni joriy qildirish uchun fidokorlik qilishni biladigan bir turkum odamlar bo'lmoqi lozim. Hozir mavjud tashkilotlarning sog'lom tashkilotlar bor, sog'lom emas tashkilotlar bor. Ba'zilarining sog'lom emasligi ularning ideyasida, ba'zilarining sog'lom emasligi ularning qurilmasida, ba'zilarining sog'lom emasligi ularning qatmanligida. Çünkü ularning hammasini bir ekab buluş unchalik oson masala emas, ammo xalq uyg'onish kerak. Yana men vatanparvar deyotgan harbiy odam, yana takrar deyotgan bu masalani, sen nima ish tashkilotlarga ortib qo'ysa bu masalani. Bu shu boshqa tashkilotlarning ishimi bu vatan sening ishing emasmi acaba? Sen o'zing nima ish qilding, sen nima ish qila olaysan? Sen avval o'zingning hisobini tayyorlan. Xudoyim qiyomatda tashkilotingdan so'ramaydi. Tashkilotga ortib qo'ysang oqmaydi qiyomatda. Sen nima ish qilding deb so'raydi. Men qo'limdan mavi kilitdim, mavi ish qildim, manchilik qadam oldim, manchilik qurbonlik berdim, ma yo'lda mandaq mangdim. O chaqning natija Allohning ilki kishani. Şərq Türkistan Cumhuriyet Partisi qandaq əməli iş qılıvatsızlar yoki qachon qilisizlar deb bu savolni bekchiq yezib ketibdi, xuddi chivinning po'qidek chiqdi. Bayatın nesli cevap çıkıp oldu, yani qanoat hosil qilmagan o'xshaydi. Əməli ish deb nimaga deganligini shu qardishimiz o chiqmabdi. Balki so'rga javob berish xohlasangiz anglaydi. Men har qanday savolga javob beray dedim-ku. Əməli ish vatanning ozodligi. Vatanni mustaqillanmagan tashkilotlarning hammasi faqat bir jarayon. Ya'ni bu vatanning mustaqilligi bilan vatanning mustaqillik jarayonida nol bilan bir bor-ku. Ammo vaqt kelib qolsa, nimdamiz tok bor yoki yo'q bo'ladi-ku? Tok bor, vatan qurildi degan gap. Tok yo'q, tok kelayotgan bo'lsa-mu o'xshash yanmaydi-ku o'chirab. Bu yergi jarayon xalqning tarbiyalanish jarayoni intayin muhim bir jarayon. Xalqning siyosatga uyg'unish, xalqning siyosatini tashkillanishga yetaklash, kelgusi Xitoy kompartiyasining ro'bara o'tirgan o'zining rolini joriy qiladigan bir siyosiy kuchga aylanish, mana bu biz qilmoqchi bo'layotgan birinchi bosqichlik qadam.
qadam bosqichga ish shu. Endi bu yerda men unta qatdim, görüşte qatdim, onu qildim, bunu qildim deb turishim kerakmi endi? O siyasi partiyalardan bunday savollar so'ramaydi. Masalan, İYİ Partiyadan so'raylik. İYİ Partiya qurilganiga 2 yil bo'ldi, 3 yil bo'ldi. Sen nima ish qilding İYİ Partiyasi qurilganiga yo'q hozirgacha? İdeologiya turg'izdik, muncha qatim leksiya so'zladik, muncha qatim faoliyat qildik, ularning doklati bu. Bizmi shuni deymiz, muncha soat dars o'tdik, muncha soat leksiya qildik, munchalik odamning bir tashkil sap kelishiga turtki bo'ldik. Muhojirat tarixi tunji qatim necha odamni atrof qurgan bir siyosiy o'g'inish tubini barliqqa keltirdik. Bu bir xizmat bizning nazarimizda. Albatta bu biz rozi bo'lgan xizmat emas. Vatanning mustaqilligini qo'llanmay turib biz rozi olmaymiz. Ammo mayli har qanday qo'zg'olon bo'lsin, mayli har qanday namoyish harakati bo'lsin, chuqur bu planlanish, tashkillanish jarayoniga muhtoj bo'ladi bu. Biz palti bilashga sal qarab o'tin kaslamanda bir qo'rqol chiqamdiq bozorga. Bu jarayonni, bu bosqichni tamomlamaslik Xitoyning neni dansib kelganligi deb aytaman qo'y. Bu jarayon tamomlangan chog'da natija o'zigidan keladi oldimizga. Mevcut teşkilatlardan partiye, siyasi partiyelik salayetiga to'shadiganlar bormi? Sizning nazaringizda yaptı. Sağlam teşkilatlar xili bor. Endi siyosiy nuqtadan aytgan chog'da endi o'zi qandaqmi masalan Avustraliya Sharq Turkiston jamiyati bor. Nihoyat sağlam teşkilat, xalqning teşkilatı. Yana onundan başqa Gollandiyadagi Sharq Turkiston hamkorlik jamiyati bu bor. Ma'rifat hamkorlik jamiyati. Endi gap ularning o'zini siyosiy partiya darajasiga oshirib, o'zining doirasini yolg'iz bir davlatning doirasidan davlat hal qilgan bir xil siyosiy partiya shakliga aylantirishga bularning pozitsiyasi yor beramdi, bermamdi degan masala. Biz an'anaviy dernakchilik, jamoatchilik bu xil narsadan bir baldoq yuqori chiqib, siyosiy huquq uchun kurash qilayotgan bir millatning a'zosi bo'lish tegishli siyosiy safani hozirlashga ideologiyatni o'talayimizmi yo'q bu masala. Ya bayamı da çok Sharq Turkiston yoshlar qurultayı amaliyot sağlam bir qurilma. Ama şu qurilma siyosiy partiyaga aylansa tamamen bo'ladi. Hozir qurilmasini faqat qurultay o'tganlar tartibi bor. Bular qurilmasini balki o'zgartirayotgan bo'lishi mumkin. Partiya ham bular bilan. Sizning nazaringizdagi o'qitish partiya qanday bo'ladi? Mening nazarimda o'qitish partiya to'xtamay plan o'tirib qo'ydi. To'xtamay siyosiy tashabbusini o'tirib qo'ydi. To'xtamay to'g'ri narsani so'zlaydi. Xalq anglasimi, anglamasimi bu davomli shu o'zining to'g'ri gapini ta'kidlayverdi. Mana bu o'qitish partiya bo'ladi. Men Turkiyadagi ba'zi bir o'qitish partiyalar va shunday gap o'xshamay qolsam, shaptiq shamolni o'zgartirib oladigan, xalqni ko'ziga chiroyli ko'rinaman deb o'zi yaxshi ko'rmaydigan, hatto yolg'on gapni qiladigan. Masalan, GP'ninki Ramzan Mazilidagi saylamda jamoatning ovozini yig'imizda bir yerga berib, suv ichib selib, voy bu hozir degan Ramzan suv ichmamiz, apil deb yolg'on ro'zg'on qiyofat kirib olgandek ishlar bo'ldi-da. O'qitish partiya bunday olmaydi, o'qitish partiyalik axloqqa xilof bo'luvchi, siyosat axloqiga xilof ishlar. Turkiyada bo'lib bo'lmuş 3-nji yillarda o'qitish partiyalarining axloqiga xilof ishlar bak ko'p yurdi. Biz Yevropadagi davlatlarda o'qitish partiyaning axloqini ko'ryapmiz. Tibatlarning o'qitish partiyadan hamda har qanday bir qurilma bir masala bo'ladi. Masalan, mushqatim Amerikadagi bir demokratiya markazlashgan davlatdimi, demokratik partiyalar bilan Cumhuriyetçi partiyani o'tirsa, bilat masalasida ba'zi bir axloqsizlikni sodir bo'lganini ko'rdik. Ammo umumiy tashabbus nuqtasidan o'qitish partiya har qachon to'xtamay plan o'tirib qo'ydi. Hükümet xizmati qarta plan o'tirib qo'ydi. Konkret planlarni o'tirib qo'ydi. Bundaq qilsak ham yaxshi bo'ldi, bundaq qilsak ham yaxshi bo'ldi. Savollar biroz taqtiq ekan. Shunda o'simi javoblashga terishili. Twitter'da yo'q, savol bor. Men Facebook'ni aran kontrol qilib oladim. Nemini YouTube'ga birazdan keyin kelaman. Agar orliqda yana javoblar takrorlangan bo'lsa yoki qolib qolgan bo'lsa, takror tavsiya qilsangiz bo'ladi savollar. Keyingi savol, askariy kuch bo'lish uchun mustaqillik harakatida qaysi talablar o'rindalishi kerak deb qaraysiz debdi bir qilishimiz. Men oldin qatimda aytdim, biz askariy kuchni dunyo bilan birlikda bosamiz. Uyg'urning mandaq yo'g'on gapni qiladiganға hali yo'q. Sal realli bo'lib biz xiyolimizda tushimizda qurmaymiz davlatni. Real dunyoda vatanni tuprog'ida quramiz deb aytamiz.
Xitoyning atom bombasi, Xitoyning askeri kuchi qatorliq masalalarni nazarga olgan vaqtda biz qila oladigan eng chong imkoniyat siyosiyatdan tashkillanish va xalqaroning Xitoy bilan bo'ladigan harbiy raqobatida bir kichik o'rin olishga tirishish. Şunu bu o'qni biz xalqaro jamiyat bilan bo'lib NATO bilan birga atamiz. Biz deyapmiz bu gapni. Bu tush ko'rish bilan amalga oshirgan ish emas. Oldin qatimda deb o'tdik, butun Uyg'ur yonchilik pulni chiqarib kelib bir tal hujumchi aytgan kamlaydi. Real bo'lish kerak masalalarda Uyg'urlar navbatda hal qiladigan eng muhim masala siyosiy jihatdan tashkillanish, siyosiy jihatdan ommaviy havo hosil qilish masalasi. Yana xalqliq payt kelgan vaqtda vatanning mustaqilligi uchun o'zining jonini aymay o'tirib ishlaydigan bir kollektiv kuchning bo'lish masalasi. Xo'sh, boshqa savollarga Facebookda asosan chiqit qo'ydik, undan keyin kelgan savollar qarab qolmaymi? Endi YouTube qaraylik. YouTube qarasa qarindoshlarimizdan ba'zilar pasport aloqador savollarni bayaqqa javoblab bo'ldik. Lobsan Sangayninki siyosiy fikri Tibet mustaqilligini amalga oshirishmi deb so'rabdi. Menvatgan yo'li Tibet mustaqilligini amalga oshirishganligini ko'ryapmiz. Ammo deyotgan gapi Xitoydan yuksak avtonomiya talab qilish. Bu Tibetlarning o'tir yo'l prinsipi, bu o'tir yo'l prinsipini bu Tibetlarning hozirgi nomzodlarining kim shu saylam yanglab qolgan ish kuchidan boshqa hech qaysisi vaz kechib boqmadi o'tir yo'ldan. Ya'ni yuksak avtonomiya degan gapni. Ammo besiyotgan qadimiy mustaqillikka yaqinda bular. Sizce ikimiz salomlashqali keldik. Men o'ltiryaptim günün altab jiroqda yugurib keldim, ammo men quruq qol. Siz adash andaq mayli biz qarindosh uqallar deb kelyapsiz, ammo qo'yningizda palto pichoq bor. Kim yengadi bu urushda? Tayyorlik qilasiz. Xo'sh, keyingi savol Ayak çaplı ötüp, hem qarindoshlar ko'yichi birlikda nima qildi deyman-da. Xo'sh, qanday qilganda Uyg'urlar bir ijroiyat kuchiga ega organ qurib chiqalaymiz debdi. Chiqalaymiz. Siz qatnashgan chaqda shu savolni so'ragan odamni o'zgildi. Bu haq qilib beradigan, biz tomosha ko'radigan ish emas-ku. Haq tamg'itib berib biz tomoq yeydigan oshxonaga bormadik biz. Bu vatan bizning vatanimiz. Bizning qatnashishimiz bilan quriladi. Har qanday bir siyosiy guruhga va har qanday bir ijroiy organ. Siz qaysi sapning adimi, siz kim? Agar siz muayyan bir sapga tava olsangiz, sapning pozitsiyasini bildiring. Sizning qanchalik adamingiz va qanchalik iqtidoringiz va buning asosan biz formulani o'rtoqlashamiz. Güzel. Birlik uchun siz bizning birlik uchun siyosiy loyihalarimiz haqida fikrlaringizni o'tirib qo'yib qo'yamsiz debdi. Buningda mening fikrimni o'tirib qo'yishning hojati yo'q, chunki dunyodagi barliq millatlar birlik masalasiga duch keladi. Masalan, Shveysariyani aytaylik. Shveysariyada fransuz tilimi bor, german tilimi bor, italyan tili so'zlaydiganlar bor, rito-roman tili so'zlaydiganlar bor, shundaymi? Belgiyani yashayotgan Belgiyani aytsak, germanlar bor, flamanlar bor, fransuzlar bor. Bular bu davlat qanday yashayotdi, qanday birlik yaratyapti? Biz bir millat turib birlik yaratmagan bilan, bir necha millatdan 27 davlatni tarqatgan Yevropa birliği qanday mavjud turibdi? Partiyalar orqali. Ya'ni ko'z qarashning farq qilishi muqarrar. Bu ko'z qarashingizni siz muayyan bir tashkilotga qatnashib turib, ko'z qarashingizni jadvallashtirib turib, kuchga aylantirib turib, bir tashkiliy sifat ifodalaysiz. Ondan bu bir necha partiya birlashib parlament chiqdi, Yevropa parlamentidek, bu parlamentdan qarorlar muzokara qilinib chiqdi. Qarorlar muzokara chiqqandan keyin bu ijroga o'tadi albatta. Şoň Uyg'ur tashkilotlarining navoda sürgün hukumat qurdiganimiz, davlat qurdiganimiz rost bo'lsa, siyosiy partiyaning bu bosqichdan biz o'tmay amalimiz yo'q. Qarshi ovozchilarning o'qitichi fikrlarini hukumat qanday mexanizmda qabul qilib anglaydi? Ma'lanki bu savollar sifatli savol bo'ldi. Tibet hukumatininkida qarshi ovozchilarning o'qitichi fikrlariga eshik ochiqlik, mustaqil bo'lib to'qsangoy o'tir yo'lni tutding deb tillayotganlarga eshik ochiqlik. Ularni o'zining partiyasini qurg'iliq, ammo xalqi Dalay Lamani baqollaydigan bo'lg'achqa Dalay Lama tarafida turibdi, o'qitichi fikrlar kuchli bo'lmadi. Ammo o'qitichi fikr qiluvchilarni tillaganlarni men taq ko'rib boqmadim Tibetlarda. Ya'ni o'qitichi fikrga hurmat qilish kerak uningga. O mayli bu bilib olsin, ammo o'qitichi fikr qanday bo'ladi desa, u og'izni buzib tillash bilan bo'lmaydi, o'qitichi fikr emas u. Senmi plan ko'rsatsa, men Abdullah bilan barimiz Qashqarga degan bo'lsam, sen poyez bilan barimiz deysan-da, anida tezroq barimiz deysan.
Eğer Abdüz Mahmud deydiganlar jiq chiqib qolsa, biz Abdüz mang'ashtirmiz, sen poyez mang'sa qildi, poyez mang'sa qildi deyaversa shu. Mana bu o'ktichilik. O'ktichilik fikri dunyoning hamma yerida ruxsat bor. Uning ustiga o'ktichilardan o'rgangan narsamiz bak ko'pchi, bular bizning o'zimizni ranglaydigan bir narsa, bizni silqlaydi bu. Yani qisman eynekka o'xshaydigan taraflari bor. Ha, bu yerda nayt mashhur bir gap bor-ku, Sokratningki. O'ylangin o'g'lim deydi-da, xotinim eski chiqib qolsa qanday qilmaydigan ekan, olim bo'lsa deydi-da. Agar xotinim yaxshi chiqib qolsa, o'zi baxtli bo'lsa degandek. Bir siyosiy tashkilot qatnashing, tashkilotingiz yomon chiqib qolsa, tajribali bo'lasiz, tashkilotingiz yaxshi bo'lib qolsa, siyosiy bilimga ega bo'lasiz, yaxshi qilgan bo'lasiz. Eng muhimi tashlab etib taqqa chiqib olish-chi, yolg'iz yashab olish. Hech qanday tashkiliy organga tabi bo'lmasdi. Shuni qayta ta'kidlaydiganim, qarindoshlar tashkilotlarning tashkilotlarni mayli bilan qarshiyim bo'ling, siz tashkilotlarning sifatli fikr qiling, izdining tayyorlik qiling, o'zingizning shaxsiy iqtidorini oshirish uchun tirishing. Tibetlarning diasporadagi siyosiy taraqqiyot tarixini tushuntiradigan kitob, maqola, asarlari bormi? Tibetlar o'zining diniy e'tiqodining siyosatdagi o'rnini qanday yo'lda bir taraf qilgan ekan? Bu menda bir necha material bor bu haqda. Agar lozim bo'lsa, saroyatini deb bersa, udul berib aloqalashsak bo'ladi. Men bizning partiyaning bekitini chiqarib qo'yman aytgan. Tibetdagi munosabatga tafsiliy materiallar bor. Tibet o'zining diniy e'tiqodining siyosatdagi o'rnini ayirib etaylik, ya'ni siyosat bilan dinni bilan. Yani ikkisi zidlashib qolmaydi. Ikkisi ham Tibetlarning dini islom diniga o'xshamaydi-ku. İslam dinida hech qanday bir narsani ayirib etmaymiz endi. Ammo Tibetlar bu narsani, Budda dini, boshqa dinlar umuman bu islom diniga o'xshamaydi. Hukmronlik masalasiga aralashmaydi umuman. U faqat odamniki dunyo hukm pozitsiyasi bularniki masalan haqida usulga qarasak, biznikilar bayib chanida, Tibetlar o'zini o'ltirib oladi-ku. O'zini ko'ydirib oldi masalan. Aqaqdan vatanda anglagan bu aytganlar balki Tibetdan o'zini ko'ydirib. Noroziligini shuna ifodalaydi. Ha. Siyosiy kasblash degan uqumni. Bu siyosiyda kesblashish degan hukmni qarta tushunchangizni so'rabdi. Mening tushuncham siyosiy degan gap shu tashkillanish degan gap. Kim odam tashkillay olsa shu siyosiyon. Kim odam tashkillay olmasa u siyosiyon emas. Dunyoning qoidasi shu. Mushnuqda deb aytgan joyda Muhammad alayhisalom yaxshi siyosiyon, Chingizxon yaxshi siyosiyon, Mao Zedong yaxshi siyosiyon. Ammo universitet degan chendurishlar yaxshi siyosiyon emas. Şuna bir adamның o'qish tarixi va yoki boshqa masalalardan boshqa u odamlarning atrofiga qanchalik odamni jalb qila olganligi, o'zining fikrlari bilan qanday odamni tashkillab, huquqni qo'lga ola olganligi bu siyosiy hobi hisoblanadi-ku. Shu siyosiy kasblashmasida men texnik ko'p odamning xalqni tashkillash harakatiga o'tishini mana buni kasblash deb qarayman. Ma oxirgi savol bo'lsin. Cumhuriyetçiler Partiyasining moliya ahvoli, partiya badal pulini qanday joylarga ishlatilganligi haqida so'zlab bera olasizmi? Cumhuriyet Partiyasining nima deymiz? Buni moliya ahvolini bizning moliya mas'ulimizdan so'rash bo'ldi, joylarga ko'rib qoladi ekan. Bizning moliya ahvolimizni yaxshilash uchun tirishyapmiz, qo'limizdan kelishicha. Partiya a'zolar badalini bizning boshqargan qoidamiz bor. Joylarga ko'rib qola, o'zining guruhida har qaysi a'zolarga o'zining chiqqan a'zolar badalini ishlatgan o'rinda tushuntirib mangadi. Biz bir tutash doktorat sistemasi hozirlamadik. Chunki Xitoyning eng bilishni xohlaydigan narsasi shu. Partiya nerdan pul topayotganda deb-chi. Shunga bu yerda bir-birimizga ishonch bo'lish kerak. Biz bu yerda bir xotinning o'g'ligini yevilishning gapini yoki to'yda bustni talashayotgan gapini qilmayapmiz. Vatanni qo'rimiz deyotgan bo'lgandan keyin har biraylar o'zimiz topshirgan pulni surishni qilishni bilsak, o'zimiz biladigan doiradagi masalalarga mas'ul bo'la olsak, ya'ni o'zimizning masalasini yaxshi hal qilsak, boshqa masalalarga bizning boshqa turishimizning hojati yo'q. A'zolik badalini har qaysi ko'rib qara o'zi bir taraf qiladi. Masalan, siz Gollandiyanikini yaxshi bilasiz-ku, qanday bir taraf qilganini, moliya ahvoli qanday menyapti. Turkiyadagini yaxshi biladi, har qaysi davlatdagilar, har qaysi davlatdagilar. Shunday bilsa bu masala shu. Oxirgi savol surgun hukumat bilan vaqtli hukumatning farqini so'rabdi. Albatta farqi bor. Farqi bo'lmasa qanday bo'ladi? Masalan, oldingi qatam Shanghayda bir hukumat qurildi. Hongkongliklar. Uning ismini vaqtli hukumat deb qurdi. To'g'ri. Chunki Hong Kongda bundan bir mustaqil hukumat bo'lgan emas. Agar Hong Kong Angliyaning qo'lidagi vaqtda Xitoy askar bostirib kirib, u Angliya ta'minlagan vali podiylar o'zining boshqarma boshlig'idan qochib ketgan bo'lsa, ularning qurg'ini surgun hukumat bo'ladi. Endi bizning hozirgi hukumatimizning kelib chiqish nuqtasidan
Hem de İkinci Cumhuriyetimizde vazife algan bazı adamlar kaçıp çıkıp ular hükümet teşkilleyen deydiken şunun bilen bu boldu deydiken hem de onun tafsilatının kanuni meselesini elbette kanuni uruluğu tapşırımız. Ama bugünkü günde siyasetin meselesi de bu sürgünde buluş ya vakit buluşunki onda atılışınki cık farkı yok umumen. Çünkü Kürvatımız Kosova'nın sürgün hükümeti yoktu, mustakil oldu. Bosniya'nın sürgün hükümeti yoktu, mustakil oldu. Janubi Sudan'ın yoktu, oldu. Şarkı Timor'da sürgün hükümeti bir taraf kılanmay, özünün için çıkan partiye bir taraf kıldı ahir mustakillik meselesi. Şu atalmanın kandak oluş mühim emas, en mühimi iktidar meselesi de. Bu qanchalik odam harakat keltiroladi va nima ish qilish qo'lidan kelib turgan masala. U har qancha podshodan qilib qancha Chingizxonning navrisi bo'lgan taqdirdami, butkul qonuniy salohiyat qo'lda bo'lgan taqdirdami, uning iqtidori bo'lmasa, atrofida odam bo'lmasa, hech nimaga asqatmaydi u. Chunki bu davlat qurish masalasi degan qattiq kuch masalasi bu. Siyosiy kuch masalasi. Bu nom atalg'i qonuniy masala emas. Shuning davlatlar o'zining chegarasini qo'llash uchun askar boqadi, advokat boqmaydi. Shunga siyosiy masalalarda ishning qonunliq bo'lish nuqtasidan bakroq imkoniyat meselesi çıkış kılındı. Tamam. Endi bütün derdimiz ve bayatın en ahırlıklı izahlardaki haqiqiy siyasi bo'yicha odamlarni safarbarlikka keltiradigan kishilar deyildi. Endi hozir mush yoqda xalqimizning umumiy ko'p sonliq hozirga qadar safarbarlik chaqirig'iga asosan quloq bermay keldi. Bu vaqtda qandaq planlar va yoki uyg'ongan qarindoshlarimiz bu vaqtda qandaq qilib shu sepdan chiqib qolgan g'amsiz beparvo yashayotganlarni sepga kirishga nima ish qila oladi, qandaq osish bera oladi? Vaqtga so'zingizni anglasak. G'amsiz Uyg'ur men chiqolmadi. Uyg'urning g'ami bor tegishlik. Hatto sotgan sabr bug'doning vijdon azoblanışı mumkin deb o'ylayman. Amal yo'q deb turib bana berdi. Biri ümitsizlik, yana biri qo'rqinchoqlik, hamda yana biri buning tagida yotgan bir vijdonsizlik, nokaslik va yaramaslik deb latg'ilab deb qo'yamdik bu yerda. Vatanda shunchavala ish bo'lib olsa, mush vatanning g'amini qilishga otlanmaslik, muayyan bir o'rinni sab tutmaslik bu bir sotqinlikning boshlanishi bu. Buning umidsiz muomala qarashmi imonsizlikchi bu. Chunki Allohga mo'jizaga ishongan odam, qiyomatning bo'lganligiga ishongan odam, qiyomat bo'lishi mumkinligiga ishongan odam Allah'ın bizning qaddimizni ko'tarishga ishini oladi shu. Ham mujnaq bir fursatga tavakkul qilishning qanchalik büyük bir shon sharaf ekanligini, har qanday ibodatdimi büyük bir ibodat ekanligini ishonishda masala qolmaydi. Ammo biz biladigan nurg'un vatanparvar deb turayotgan, yolg'iz qolgan chog'da qaynab ko'pigi og'zini iqib qoladigan odamlar hech qaysi sabab olmaydi. Bu ularning qo'rqinchoqligi. Shuna. Tamam, ko'p rahmat. Oxirgi so'zingiz bo'lsa oldi. Endi bu yerda to'xtatamiz. Ko'rayotgan qarindoshlarimiz bor, nihoyat ko'p bo'lardi, ammo vaqt e'tibori bilan uzun so'z berishakmi? Yaxshi bo'lmaydi. Yana inshaalloh nasib bo'lsa, oldimizgi kunlarda yana tekrar ko'rishish umidi bilan bu yerda to'xtatishga tirishsak, oxirgi so'zingizni oldi. Bo'ldi, rahmat. Qarindoshlarni tashkillanishga chaqirman. Qanchaki ko'p odam mustaqillik shuarini atrofiga kelsak, biz o'zimizga kelayotgan fursatlarni shuncha yaxshi kuchga aylantira olamiz. Qarindoshlar fursat bek oz qoldi. Jon halqumga keldi. Qarindoshlar tashkillanayli. O'zinglar xohlagan siyosiy rahbarning atrofiga uyushib, uni kuchlantirib, uni qo'llab, uni atrofida tegishli mas'uliyatlarni ustiga kelishingizga chaqiriq qilaman. Rahmat. Allah sizdan razı olsun. İlminizin texmi menfaatli, texmi ziyoda qilib bersin. Qarindoshlarımızın orasida bu naq maydon telefon qilish nimasi bilan meni qarz qilganlar esimdan chiqibdi. Hozir tekrar uchur qildi. Men qarzda qolmay. Şunun bir ovozini anglaylik. Qarindishimiz nima deydi? Assalomu alaykum. Va alaykum salom Ahmadjon. Anajimda bende salomat o'tdimi? Qarsa men fursat bermaydigandek kirashingizlarni telefon qildim. Unutibman. Alloh rahmat qilsin. Tekrar bo'ldi. Anglaylik. Men so'zingiz yoki savolingiz? Meningki hamda savol xarakterim bor, azroq o'zimning bir tushunch xarakterim bor. Masalan, deylik, anglayapmiz endi ben nutqlarni. Hamda bizde bir siyasi bozor bormi deganda bizning aramizda, Uyg'urlarning orasida, yoki shaxsiylar orasida siyasi bozor bor. Bu yerda xalqi, yana xalq kelmaydi emas, ammo hammadanki nisbatan degandek bir derdi bor. Bu yerda bir siyasi bozor va siyasi havo bor Uyg'urlarning orasida.
Ama bunu keltiremeyen mening göz karşımda hem de bizninki yetekçilerimizdeki eyip çoğun buluş mümkün de qarayman. Çünkü mesela sizge siyasi bazar deydi Amerika'dan var, Türkiye'den var. Ama halk beriplam Erdoğan'ı sayılmaydı. Öyle şu halktaki siyasi avanı bir yönlük başlaydıgan siyasi partiler otura çıkıp mesela sizge CHP çıkıp man kelip man oyuranlar deb özünün nima lazım ekanligini, nima qilib beraydiganligini o'tirib qo'yib deydi. AK Parti çıkıp özünikini deydi. Mesela Amerika'da olsun Trump çıkıp özünikini dedi, Biden çıkıp özünikini dedi. Ve şu halktaki kızgınlıkni taki saylan bo'g'icha izchil tutishda ular g'alaba qildi. Ama bizdeki kelgan vaqtimizda, mesela sizga Necmiddin Efendi nima uchun hozir mesela YouTube olsun 100-200 adam davomli ko'rdi, qiziqdi. Demak bu yerda Necmiddin Efendiga o'xshash o'zininki siyosiy g'oyasini amalga o'tirib qo'yadigan odamlarga xalqning haqiqatan ehtiyoji bor. Ama hozir chiqadam qancha, mesela Necmiddin Efendiga o'xshash sizning ekraningizda o'tirib, men partiya qurdim, mandat qilaman dedi. Fakat bir Necmiddin Efendi. Başkalar buluş mümkün ama ular özünün gayesini sözlemeydi. Fakat biz onu kılvatmız, bunu kılvatmız deydi. Yani aktif bir siyasi ekrana çıkıp, ben mani kılman ey halkım. Necmiddin Partisini kurup da onda kıstım, ben mani kılman deyip, bir yerdeki teşkilatçılar yani başka kurultaylar arasında bir yerdeki nime, rekabet nime için şekillenmeydi o bizde. Bir yerdeki mesela halkın 5. tıkvaldı, 5. tıkvaldı deyimiz. Akanç 5. tıkvalan halkının mı? Türkiye'ye bazılarının məlum bir təşkilatla bağlanışığı var. Amerika'da, Avrupa'da olsun, mesela tanışığı var şu təşkilatla. Ama bir yerdeki mesele məncə olğanda şu təşkilatlar, kurultaylar özünün gayesini oturup koyup izchil türde sözlep verse. Çünkü nəhayət partlayman deb aran turib qalğanlar var. Şu bularning qilg'ash başqa emas, faqat politikasini tatib o'tish. Mesela bu noktada mening ko'z qarshimda Necmiddin Efendi nəhayət yaxshi qildi. Fakat şu şunçlar adam üzerine jaloplaşının sebebi bir qanchalisida shularning qizg'inligini o'zininki şu talanti bilan to'xtatmay pudab kirdi-da. Pudab bergandan xalqlarmi hamma Necmiddin Efendi ma'sum bo'ldi ekan deydi. Ama bizdeki boshqa partiyalarmi agarlarmish xalqni haqiqatan bu xalqdan nima qilavermay, vaysa vermay. Çünkü xalq degan to'p menchi bo'lganda bu payni qo'yib padistaklar. Cho'qim chiqib o'zininki bir siyosiy g'oyasini o'tirib qo'yish kerak. Necmiddin Efendi o'sha, men maaşını qilmay, mening qachon kelinglar. Men maaşını qilmay, mening qachon kelinglar. Mesela sizga biz Türkiye'de 50 teşkilat bor deymiz. Ama Ahmet Cebeli'nin programmasına çıkıp o'zining g'oyasini so'zlab bakmadan nechisi var. Balkim rad qilgan bo'lishi mumkin, biz bilmasligimiz mumkin. Ularninki unda qilishi faqat o'z atrofidagi bir jambaqtlik hamda tashkillashlik emas. Faqat bir to'pniki dernekliklar iborat. Unda bo'lgandan keyin ular siyosiy cho'ng paranglarga kirmaslik kerak. Chunki ular salohiyat hozirlamadi menchi bo'lganda. Şuna mening deydiganim oxirgi bir tavsiya xarakterligim cho'qinmish Uyg'urlarning siyosiy bozori mavjudmi? Mavjud. Shaxsiylar mavjudmi? Mavjud. Buni aytish uchun agar sizda shunday bir g'oya bo'lsa yoki bir shansho'rlik intilish bo'lsa, mush xalqni nima qilib mening orqamda mansi ekanda. Cho'qim o'zingizning siyosiy lider bo'lishni o'ylashingiz cho'qim Necmiddin Efendiga o'xshash yoki G'ulom Osmonov Efendiga o'xshash o'tira chiqib o'zingizning g'oyasini so'zlang. Va shu g'oya orqali Necmiddin Efendi 2 ming kelgan bo'lsam, yana bir so'z bu 3 ming keldi. Men bu 5 ming kelma, orliqda siyosiy qatnashgandim. Shuning bilan sayisi ortib 10 ming, 20 ming, 30 ming bo'ldi. Endi bu meningki bir mening bir o'ylaganim tushuncham. Agar Necmiddin Efendi muvaffaq bo'lsa, o'zining ko'z qarshida baxsa, agar sen qatilmasa, faqat bir tushuncha almashtirish bo'lsin. Sizga rahmat. Siz kim bo'lasiz? Mening ismim Ekrem. Siz şu Cumhuriyet Partisi'mi yoki? Ya men başka bir nimada hamda Cumhuriyet Partisi qiziqishlarini ama men bir o'zimni qilayotgan ishim bor. Tamam, bo'ldi. Hozir sizlar Necmiddin Efendi balkim taqim qiziqishimni ortsa, men ham degandek, men degan yerlarga bag'dek bo'lsa, balkim qatnashishim mumkin, to'fam qo'shishim mumkin. Ama men hozir o'zimningki ishim bor. Men ishim bor degan shaxsiy ishim emas, o'zimni qilayotgan ishlar bor, men boshqa desam bo'lmaydi. Tamam. Bo'ldi, xo'sh. Rahmat. Yani o'zininki kimligini, nima ish qilganligini bilgan, vijdonga javob berib kelayotgan bir qarindishimizning ovozini anglagan bo'ldik aziz qarindoshlar. Boshqa qarindoshlarning savollari bo'lsa, oxirgi 1 minut ichida o'zingizlar bo'ladi. Necmiddin Efendining boshqa so'zi bo'lsa desa anglaymiz. Hozirgi so'zga yandash qistirma yoki ilovasi olsun bo'ldi. Agar başka söz bulmaya kalkarsa programını bir şeyde ayarlaştırırız.
Mişe kadar boz boğulduk aziz qarindoshlar. Allah nasip qilsa aldığımız kunlarda yana tekrar yüz görüşümüz. Elbette taki vatanimizni azad qilg'ichi, Xitoyning tajovuzchi Xitoylarning qo'lidan tartib olg'ichi sabdash bo'lamiz, fikrlash bo'lamiz, fikrlarimizni, yo'llarimizni albatta ichki jihatda o'rtoqlashimiz, raqobatdosh bo'lamiz deb mushu yo'llarda, sabtlarda yang turib kelayotgan qarindoshlarimizga ekranlarimiz har vaqt o'qchoq. Bugun misha qadar bo'lsin. Ko'p rahmat Najmiddin afandim. Rahmat. Aman bo'ling, undaqda oldimizgi fursatlarda tekrar ko'rishamiz.